borma, bor ko'chada. Sirda balo borma. Bay. Assalomu alaykum. Masalan, yangi qo'shnilarmi? Yaqinda ko'chib keldik. Tanishganmiz. Biz ham xursandmiz. Yuring. O, mana shu xotin bilan emas, qo'shni bilan siylabdi-da. Ciao. Dadish, Ha. ovqat qilishimga tuz qolmabdi. Tuz. Masalan, yangi qo'shnilarmi? Bo'ldi, o'zim qo'shnidan so'rab kelaman. Отставить. Qo'shni deganim yo'q emas-ku, magazinda olib kelinganman. Ha, bitta qo'shnidan so'rab turay, u hali menga beradimi, yo'qmi, bilmaysan-ku. Suyulmay keting. O'tiringman, o'zim borib olib kelaman. Ibi, Svedishtu-ku. Biza go'chibdimi yo butun don go'chibdimi? O'zim qo'shnidan so'rab kelaychi, bormikan unda? O'ylig'oring-ku. Nima balo, katspanskamni suyagizga muncha suyilasiz. O'zim so'rab kelaman u pashmakchada. Musurbonma, tashlab kelaman. Ey, bugun bobojonim o'lganiga ham 10 yil bo'ldi. Bir kelin bo'lib turib, is-pis qilib chiqarmaysanmi? Qo'ni qo'shniga tarqataylik, ruhlari shod bo'lar. Anavi. Svit ketdim. Roqning mazmuni uygami yo to'ygami? Soat 2 bo'ldi, hali beri kelgani yo'q. Qayerda yuribdi? Qayerda? Mayli, biz aql bo'lasan, faqat buni qara. Qo'shnijonlar, bitta o'zim zerikib ketdim. Chiqaylik, ichib gaplashib o'tirardik. Bitta o'stirarga qachon chiqamiz? Hech qachon chiqmaymiz. Yuring tez uyga. Men ketayotgandim, kalitni qayerga tashlab ketay? Kalitdimi? Qo'shnijonlar, bitta o'zim zerikib ketdim. Qo'shniniga tashlab ket, borib olaman. Ha, kalit kerak bo'lsa, meni topib o'zingiz oling. Marakaga xolamni aytdim, amamni aytdim, tog'amni aytdim. Siz tomondan kelib qoling. Qo'shni qolib ketdi, qo'shnini yoz. Menga qarangda deysiz, diskoteka qilmayapsiz, xatam qilyapsiz. Yuzingga aytmayman u pashmakchani. Och. Voy, qo'shnijon, shundoq kir mashinam buzilib qoldi, bir ko'rib bering. Bo'ldi, ko'rib beramiz. Qila olmaysiz-ku baribir, yuring uyga. Sen qayerdan bilasan? Balki qila olarman. Bitta harakat qilib ko'ray. Unda men ham boraman. Sasib, qanaqa gel ishlatasiz? Oddiy gel ishlataman. Oddiy gel ishlatmang-da. Mana bunaqa sifatli Ariel gellardan ishlatding. Bu geldan ishlatsangiz kir mashinangizga zarar yetkazmaydi. Kiyimingizdagi hamma dog'ni ketkazadi. Xuddi Fransiyadan keltirilib 54 ta stirkagacha yetadi. Sizni bir parcha kiyimlaringizga 200 martaga ham yetadi. Bu to'rtanakdan ko'chib qutulmasak boshqachasiga boshqa iloji yo'q. Dadesh, boshqa uyga hoziroq ko'chamiz. Ana, yangi uyga ham ko'chib oldik. Endi qulog'im tinch yashayman. Kim? Assalomu alaykum. Yaqinda ko'chib keldinglarmi? Mana shu yerda turaman. Chiqinglar, gaplashamiz. Uyginalar kuysin, yomg'irdan qochib yo'lga tutilibmiz-ku. Tezroq bo'l, lift yopiladi hozir. Qo'shnijon, to'xting. Dadesh. Bu qanacha erimni nomusiga tegmasa bo'ldi. Hozir pachchag'ini chiqaraman. Qo'shni nimadir dedingizmi? Nimadir, lekin aniq nimadir qilib qo'ydim. Hech suv to'kilib ketdi, suv. Ha, suv to'kildimi? Hozir men ana buni basharasini to'kaman. Qo'shni faqat buni qilmang. Norik qilganim yo'q, yigitimni chaqirdim. Yigitim keldi, jon. Voy, jon ko'zingga nima qildi? Jon, meni ikkita er-xotin urishdi. Hozir ularning masalasini o'zim ishotga qilaman. O, brat, ojizaga qo'l ko'tarish. Qalayapsizga chay. Yaxshi olmani eshak yeydi deganlar rost ekanda. Shu qo'shni yomon boshqachada. Hanuz avval Ibi, Tursun aka, sochog'imiz qo'shniga tushib ketdi, borib olib chiqing. Bo'ldi, hozir olib chiqaman.
hozir gulday xotinimga xiyonat qilib qo'yardim. Bechora xotinim men uchun shirin ovqatlar qilsa, uyimni tozalasa, bola chaqamga qarasa, qanday qilib unga xiyonat qilishim mumkin? Endi nima bo'lgan taqdirda ham qaytib qo'shninikiga kirmayman. Obbo, yana kir qo'shnilikka tushib ketdi. Borib olib chiqing. Xo'p, olib chiqqanim bo'lsin-da. Ha, xotin. Yangi yilga bozorlikqa cho'tki qilib keling, tushundingizmi? Yo'q, qattan qilaman bozorlikni. Assalomu alaykum. Astag'firullah. Qo'shnijon, bayramlaringiz bilan. O'rtoqlarim bilan parti qilyotgandik. Bitta qorboq topib bera olasizmi? 1 million beraman. 1 million? Salom mening qizlarim, asallarim, shakarlarim, oh jonlarim, jononlarim. Hey, o'zingizni bosib oling. Siz qor bobomi yo boshqa bobomi? 1 minut. Ha, xotin. Alo, bozorga bordingizmi? Bozordaman. Qaysi bozorga bordingiz? Qo'yliq bozorda. O, kakrasda mevalarni yaxshidan oling. Qurtigandan ko'tarib kelmang meni boshimga. Qarsillaganlar bo'lsin, chertib oling, xo'pmi? Xotin, yeb ko'rsam ham bo'ladimi? Ha, birinchi yeb kel oling, xo'p? Xotinni ruxsatda oldik. Qorbobojon, bizga sovg'a bermaysizmi? Kim menga arabchaga o'ynab bersa, o'shanga beraman. Тоже мне. Rahmat, Qorbobojon. Senga ham rahmat, qizim, maza qildik. Qorbobojon, yana ham qiziqarli o'yinlaringizdan yo'qmi? Xohlasanglar, mana shu shaharni qo'lsiz, oyoqsiz yorish o'ynaymiz. Kim menga partnyor bo'ladi? Yo'q, bo'lmaydi bu. Ha, unda kart o'ynaylik biron narsadan. Yo'q, bunizdan bo'lmaydi. Bakalashga aylantiramizmi shart bajarishdan, ha qizlar? Voобще o'ynamaymiz bo'ldi. Yo, nimaga o'ynamaysiz? Qizlar, men shuncha joydan keldim. Biron bir qiziqarli o'yin o'ynaylik-da sizlar bilan. Qorbobo, siz bilan Instagramda trend bo'layotgan qo'shiq o'ynaymiz. دخترک کوچه بغلی دخترک کوچه بغلی ابر همون شیش مسری مجبوری عاشق شدم با اون Ha, xotin. Emincha kech qoldingiz-da, desh. Xotin, Viber ko'pda tanlanmayapman. Ko'ngilchangizga o'tirgan luboy bittasini tanlang, kech qolyapmiz. Bo'pti qo'shni, 1 soatga gaplashuvdik. 1 soat bo'ldi, endi men ketaman. Voy, qo'shnijon, endigina 1 soat bo'ldi-ku. Yana 15 minut qoling. Ha, qanday bo'lar ekan? 1 soat bo'lgandan ketaman deyish. Bo'la soatdan ketamanmi? Ona, produktlarni qilib keldim. Muncha kech qolib ketdingiz-da, desh. Lekin produktlarni cho'tki qilsiz. Tezlashing el bo'ling. Kallam qursin. Aliviyaga mayonez esdan chiqibdi-ku, desh. Boring, tez bozorga borib mayonez olib kelib bering. Voy, qo'shnijon, endigina 1 soat bo'ldi. Bo'ldi, xotin. Hozir 1 soatda olib kelib beraman. Tezlashing. Yangi yil bu ushalmagan orzular. Voy, qo'shnijon, to'xtang. Voy. Ketdik, menga haydashga berasizmi? Ketdik. Qo'shnijon, qalaysizlar, yaxshimisizlar? Yangi pashmaqcha moshina olibdimi? Ha, endi mehnat qilib olganda. Go'rdan mehnat qiladimi? Bitta chumosini tortdan ushlab sog'ib yuribdi. Chumolar ham ko'payib ketganing. O'zingni hayotingni bil, nima qilasan, birovning hayotiga aralashib yur. Odamlar kimga pul sarflashni ham bilmaydi. Assalomu alaykum. Kenjaboyev Abbos uyimi? Bankdan keluvdik. Qo'shnisi Farangiz Berdiyevani kreditiga kafil bo'lgan ekan. Nima? Berdiyeva kreditini to'lamayotganligi sababli hamma pulni eringizdan undiramiz. Sizmi o'sha chumo? Yuring, tez oldinga tushing, yuring. O'lchoy pashmaqcha o'tdim, o'tdim. Eshitdingmi? Beray shayton qiz qani? Ha, u qiz biroqni ko'chib ketgan u. Hozir men oilam bilan yashayapman. Bezda qilmanglar. Yaxshi. Bolalaringizni haqqini birovga yediribsiz. Xotin. Uydan barakani qo'chiribsiz. Hozir ozgina jinsi qilibki shap o'tib ketadi, qaraymi? Shap. Xotin. Nima bu? Endi qo'shayoq uslubi. Voy
qo'shnijon, to'xtang, mana kirib oling. Yangi qo'shnimi deyman. Sizga nechinchi etaj aka? Voy, uzr. Dugosh, hozirgina psixologning yonidan kelyapman. Srochni erga tegmasam bo'lmas ekan. Stressga tushib qolman. Srochni topmasam aniq depressiyaga tushib qolishim mumkin. Uxti, amana manda depressiyadan chiqaradigan noviy sosed. Voy. Mister qo'shni? Qo'shnijon, sovg'am yoqdimi? Voy rahmat, qo'shnijon. Ko'zingga qarab yursang bo'lmaydimi? Doim bir baloni boshlaydi. Bolam boshiga nima qildi? Ko'rmaysizmi? Ko'chada yiqilib boshini yoryapti. Dada boshimni avval qilib qo'ying, yaxshi bo'lib ketsin. Bo'ldi bolam, hozir avval qilib qo'yaman. Ana, yaxshi bo'lib ketdimi? Qo'shni. Lavya qo'shnijon. Xo'p degin bir kecha mehmon. Yana nima qildi bolaga? Ko'rmaysizmi? Palakat bosib qo'lini sindiryapti. Dada qo'lim avval qilib qo'ying, yaxshi bo'lib ketsin. Ke. Ana, yaxshi bo'ldimi? Qani qo'shni kiring. Qo'shni, siz tepaga chiqib turing, hozir chiqaman. Kutaman. Obbo, shu payt ham telefon qiladimi? Ha, xotin. Qayerdasiz? Tez politsiyaga keling. O'g'lingiz ko'ziga cho'p kirib ketdi. Ey xudo. Bolani otasizmisiz? Ha? Bolangiz boshqa ko'rmaydi. Nima? Sabrliroq bo'ling. Dada keldingizmi? Ha, keldim bolam. Dada ko'zim ko'rmayapti. Ko'zimdan bitta avval qilib qo'ying, yaxshi bo'lib ketsin. Dada ko'zim ko'rmayapti. Ko'zimdan bitta avval qilib qo'ying, yaxshi bo'lib ketsin. Biz qilayotgan gunohlarimiz badalini farzandlarimiz to'lamasin.